Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuh. Muhtaram azizlar, hammalaringizni Jumadilla akamiz nomidan xush kelibsizlar deymiz. Jumadilla akamiz o'zlariga munosib deb bilgan joydan quda tushib, o'g'illarini nikohlarini e'lon qilish maqsadida Alloh yo'lida valima ehson dasturxonni yozib, sizman bizni xonadonlariga taklif qildilar. Shu taklifga ijobat qilib kelib o'tiribmiz. Alloh taolo ahdi nikohi bo'layotgan ikki yoshni baxtli, saodatli qilsin, bir-birlariga muhabbatli qilsin. Kelayotgan kelin poshshamizni qadamlarini qutlug' va muborakli qilsin. Muhtaram azizlar, Janobi payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam muborak hadislarda aytadilar. Dunyoning saodati 3 narsadadir degan ekanlar. Dunyoda baxtli bo'lishlik uchun 3 narsa. Shulardan birinchisi soliha ayoldir degan ekan. Kimga soliha ayol nasib qilgan bo'lsa, dunyoning saodatini qo'lga kiritgan bo'lar ekan. Yaxshi ayol umr yo'ldosh insonni, yana takror aytaman, dunyoda ham ba'zilar aytgan ikki dunyo baxt saodatiga sabab degan ekanlar. Dunyoda itoatli bo'lar ekan, yaxshi ishlarga bamaslahat targ'ib turar ekan ayol kishi ham. Ana shu targ'ibini orqasidan yaxshi amallarga sabab bo'lsak, inshaalloh shu sabab oxiratda ham baxtli bo'lar ekan. Birinchisi o'zi iymon ekan. Iymon insonni ikki dunyoda baxtli, saodatli qilar ekan. Allohga ishongan odam dunyoda ham baxtli, oxiratda ham baxtli bo'lar ekan. Shuning uchun iymon yaxshi narsa ekan. Insonni deydi, jannatga nima olib kiradi desa, iymoni olib kiradi degan ekanlar. Ana shuning uchun insonda iymon bo'lsa, dunyoda ham baxtli bo'lar ekan. Allohga ishongan odam Allohning aytganini qilib, qaytarganlardan qaytishlik bilan dunyoda ham, oxiratda ham baxtli bo'lar ekan. Rasulullohning hadislariga muvofiq mana iymon, soliha ayol bo'lsa va bayt, yaxshi uy degan ekanlar. Yaxshi uy ham dunyoning saodati ekan. Va uchinchisi yaxshi ulov degan ekanlar. Yaxshi markab ham dunyoning saodati. Payg'ambar alayhisalom dunyoning saodati 3 narsadardir deganlar. Shulardan birinchisi soliha ayol, ikkinchisi yaxshi uy, uchinchisi yaxshi ulov, yaxshi markab ekan. Mana bu dunyoning saodati ekan. Alloh taolo barchamizni dunyoyu oxiratda saodatli bandalardan qilsin. Shular qatori kelayotgan kelin poshshamizni qadamlarini Allohim qutlug' va muborakli qilsin. So'zimiz oxirida Jumadilla akamiz xatmi Qur'on buyurganlar. Shu xatmi Qur'onni inshaalloh bag'ishlab suhbatimizga yakuniga yetkazamiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallohu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallohu ahad. Allahus samad.
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم تقبل ثواب ما قرأناه ونور ما تلنا هدية واصلة منا إلى روح نبينا شفينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا لمن له حق وعلينا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. Pakbar Vardigar o'qilgan xatmi Qur'onlardan, qilingan infoqi ihson, valima ihsonlaridan, aytilingan xayrli suhbatlardan hosil bo'lgan savob-u samoratlarni xonadon ahlidan, islomda o'tgan marhum va marhumalar ruh poklariga, alal xusus marhum Qurbon otaning ruhi poklariga, Safargul enaning ruhi poklariga, Abnazar akamizning ruhi poklariga, Muyassar onaning ruhi poklariga bag'ishla etdik. Pok Parvardigor barchalarni oxiratlarini obod aylagaysan, rahmatingga dohil qilgaysan. Pok Parvardigor xonadon sohibi va sohibalarning qalbidagi shar'iy xayrli niyatlarini qabul aylagaysan. Bu valima ihsonlarni Allohim o'z dargohingda husn maqbul aylagaysan. Ahdi nikohi bo'layotgan 2 yoshli baxtli, saodatli, bir-birlariga muhabbatli qilgaysan. Elimizga, yurtimizga ibratli oilalardan qilgaysan. Kelayotgan kelin poshshamizni qadamlarini qutlug' va muborakli qilgaysan. Xudolarning ham xudochiligini ming yilchilik qilgaysan. Pok Parvardigor, mana bu to'yda himmat bilan xizmat qilayotgan aka-uka, opa-singillarimizni bu to'yga oqibat ko'rsatib tashrif buyurganlarda ham har bir qadamlariga ajr va hasonatlar bergaysan. Pok Parvardigor, yurtimizni tinch qilgaysan, samoviy arodiy ofatlaringdan saqlagaysan. Shu xonadonda duoga qo'l ochib o'tirgan barchalarimizni xonadonlarimizda ham mana shunday xursandchiliklar bo'lishligini, xursandchiliklar ketidan xursandchiliklarni bardomli bo'lishligini nasib ro'zilaygasan. Allohumma solli va sallim barik alayh bi rahmatika ya arhamar rohimin. Alloh
bağdan yorutmu odatın kılmayı kendaya yana bedavutmu odatın kılmayı kendaya yana bedavutmu yıllarını çoğsa
Ömürlerine bereket versin. Duaya dilleri sağlık. Toylarda yürürler Kudaya. Emmelerin baklı bunlar. Kuşkanlarına kuşaklarına. Oğul kızların rahatını görünler. Duaya kelin baklı bulsun. Pay kadamları yaksın mekvallardan. Gelinimden deli sağlık bir göğü kuşaklarım. Şulardı vardı havasını tek görsün. Ne vere çevire evire hep görürsün. Emmelerin benim yaşımdan bir sıkıntı. İlahi olmayın. Allah'a ekber. Allah'a ekber. Rahmet sübideci olanından kendi canı sağ olsun, koşlarına koşarsın. Kanadınları abat, Allah'ınları aman kızım buraya. İlahi olmayın. Rahmet. Hayır.